Falastindagi hayotiy tajribangiz haqida aytib bera olasizmi? O'ylashimcha, Iso alayhissalomning ortidan borish va buni tushunish juda muhim va men uchun qiziqarli edi. Bu menga xuddi hajga borgandek tuyuldi. Hamma joyda shunday ovozlar: "Ey Xudoyim, Iso alayhissalom shu yerda bo'lgan bo'lishi mumkin." Bu esa ajoyib. Men hech qachon Iso alayhissalom xochni ko'tarib yurgan Quddusga borishimni tasavvur qilmagandim. U yerda men muqaddas qabrga borishim kerak edi. Ey Xudoyim, bu yerda Iso alayhissalom bo'lgan. Bu juda ajoyib va bu rostdan sodir bo'ldi. Ammo men Yaqin Sharqda bo'lgan barcha nasroniylar yashaydigan joylarda musulmonlarni ko'rganim meni juda chalkashtirib yubordi. Masalan, Iso alayhissalom mahovlarni o'ldirgan joy Livandagi g'or bo'lib, uning yaqinida cherkov joylashgan. Uni ochgan odam esa musulmondir. Men undan "Nega bu yerning kalitlari senda?" deb so'radim. U esa "Bu kalit avlodlar davomida mening oilamda bo'lgan" dedi. Men esa "Oilangiz kalitni nasroniylardan o'g'irlaganmi? Balki ular kalitni qo'lga kiritish uchun nasroniylarni o'ldirgandir" deb so'radim. U esa "Senda bu haqda yetarli ma'lumot yo'q ekan" dedi. Yo'q, nasroniylar uni bizga ishonadi. Chunki Iso alayhissalom haqida biz ham qayg'uramiz. Ha, birinchi marta bunday holatni ko'rishim edi. Men unga "Iso alayhissalom sizning payg'ambaringizmi?" dedim. Musulmonlar ham u haqda ko'p narsalarni bilishadi shekilli. 2 hafta davomida sayohat qildim. Yaqin Sharq haqida bilganlarim yolg'onligi meni hayratga soldi.